Assalomu alaykum. Bugun navbatdagi shitimizni qisqacha video obzor qilib bermoqchiman. Ushbu shitimizda e'tibor bergan bo'lsanglar, Chint brendining premium klassdagi MB1 seriyadagi avtomatlardan foydalanganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Qisqacha qilib aytib o'tadigan bo'lsak, kirishda 4 polosli avtomat, undan keyin protopojarniy o'zi o'tiribdi 300 mAhlik. Va albatta har doimgidek mana ko'rishingiz mumkin 3 ta fazada bittadan relay напряжение, elektrik kotyolimiz uchun o'zining himoya vositalari, avtomatlari, uzosi va relay напряжение. Rozetka gruppalarimiz doimgidek o'zini himoya vositalari bilan o'rnatilgan, ya'ni устройство защитного отключения, buni juda yaxshi bilasizlar. Va albatta bu obyektimizda ham переключатель fazamiz yoritgichlar uchun ishlatiladi. E'tibor bergan bo'lsanglar, mana markirovkalarimiz, xudo xohlasa, har bitta jilalarda o'zini raqamlari bor. Kimga shunaqa shitlar yig'ish kerak bo'lsa, albatta aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xohlasa, qo'limizdan kelgancha chiroylilab sizni uyingizni, obyektingizni va qanaqa bino bo'lishidan qat'iy nazar chiroylilab himoya vositalarini o'rnatib va elektromontaj ishlarini bajarib beramiz.